Assalomu alaykum. Allohim inom etgan go'zal kunlarda chiroyli yoshlarni qarshi olayotgan Ravshanbek aka, siz bilan bog'landikmi? Ha, ha, ha. Salomatmisiz, omonmisiz, ahvollaringiz yaxshimi? Rahmat, rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Tug'ilgan kunlar, shukronalik ayyomlari qarshilab olgan yangi yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Alloh umringizni ziyoda qilsin, to'lgan yoshingiz xayrli, barokatli bo'laversin, yoshingizga yoshlar qo'shilsin, el ichida aziz bo'lib yuring va mana shunday chiroyli yoshlarni ko'plarini qarshi olib yurishdan aslo charchamang ilohim. Rahmat. Ayni damda g'oyibona bo'lsa-da, siz bilan suhbatda bo'layotgan biz kutilmagan qo'ng'iroqlar radio loyihasi, shu loyihani boshlovchisi Kamina Gulhayoxon bo'laman. Bugun biz loyihamizga yaqinlar oila a'zolaringiz murojaat qilgan chiroyli tilaklarini, tabriknoma maktubini sizga yo'llab qoldirishgan. Biz esa ushbu chiroyli tabriknomani o'qib eshittirmoqchi edik. O'qib eshittirishimizdan oldin esa uni muallifini bilib olishimiz kerak. Kim yo'llagan bo'lishi mumkin, nima deb o'ylaysiz? Bilmasam, bir yaqinim chiqa. Albatta, yaqinlar oila a'zolari nomidan kelgan qay biri bo'lishi mumkin? Ayta qaring. Xo'p bo'ladi. Keling, sizni ko'p qiynamaymiz. Chiroyli tilaklar tabriknoma maktubini sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi qizingiz bor ekanlar. Fardona qizingiz nomlaridan va Erkatoy nabirangiz Bilolbek nomidan kelibdi. Ha, bilibadimiz, tez o'tiribman. Umrlari ziyoda bo'lsin, baxtlariga salomat bo'lib yuring. Chiroyli tilaklar tabriknomalarini yo'llabdilar. Dadajonimni juda ham yaxshi ko'raman deya qayta ta'kidlab o'tibdilar va yana sizni tabriklovchilar bor. O'g'illaringiz Rahmatjon, Tolibboy, qizlaringiz Fardona, o'g'iljon nabirangiz Bilolbek va yana umr yo'ldoshingiz Feruza opajonimiz, Arslon ota, Azamatjon ota, Xonimjon ona va yana opiyalari debdilar. Gulshoda opa, O'g'iljon opa, Momajon opa va yana Yangiljon opa, Durjon opa, Dilfuza opa, Aidjon opa, Indira opa, Nodira opa, og'iyalari debdilar. Ruslom aka, Doston aka, Nemajon aka, Vahobjon aka va yana Zafarbek aka, Sanjarbek aka, ukalaringiz, qudalaringiz, Zarifboy aka, Tozagul opa. Hammalari sizni chin dildan samimiy tabriklab, qutlab qolishgan bugungi ayyomlar bilan. Rahmat. Ilohim barchalarini baxtiga doim salomat bo'ling. Chiroyli tilaklar, tabriknoma maktublari ham bor ekan siz uchun. Agar ijozat bersangiz, uni ham o'qib eshittiraman. Minnatdormiz, marhamat qabul aylang. Assalomu alaykum, mehrda tengsiz bo'lgan, yuzlari nurli, so'zlari ibratli, qiblagohim, sajdagohim, borligi biz uchun davlat bo'lgan padar buzrukvorim, aziz dadajonim, biz farzandlardan jonini hattoki borini ayamaydigan insonim bugungi ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, baxtimizga doim salomat bo'ling, omon bo'ling. Sizni barchamiz juda ham yaxshi ko'ramiz. Dardu quvonchimni bo'lisha oladigan, har qanday holatda menga suyanch bo'la oladigan qiblagohim, boringizga shukronalarim bo'lsin. Sizdek qalbi pok, halol, diyonatli, g'amxo'r otaning farzandi bo'lib dunyoga kelganim uchun hamisha Allohimga shukronalar aytaman. Biz farzandlaringiz, oilamiz baxti uchun chekkan zahmatlaringiz, qilgan mehnatlaringiz uchun Allohning rahmati yog'ilsin sizga. Siz bergan tarbiya sababli yuzim yorug', har yerda qadamni tek tutib yuraman dadajon. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bizni baxtimizga yana uzoq umrlar ko'ring. Inshaalloh kabatullohlarga, Makka va Madinalarga takror bormoqlikni Rabbim sizga nasib aylasin dadajon. Doim baxtimga salomat bo'ling. Yuragimga siz darmon, siz uchun jonim qurbon, men uchun kerak inson, g'animatim dadajon. Ulug'lardan ulug' zot, siz borsizki ko'nglim shod, baxtimga bo'ling hayot, g'animatim dadajon. Suyanganim maxtimsiz, ishonganim taxtimsiz, omadimsiz, baxtimsiz, g'animatim dadajon. Davlatimsiz, tojimsiz, jannatimsiz, hojimsiz, dada meni borimsiz, g'animatim dadajonim deya mana shunday chiroyli va samimiy tilaklarni hammasini yo'llaganlar sizga. Agarda sizni ham aytar so'zlaringiz bo'lsa, ular uchun albatta marhamat, bemalol yo'llashingiz mumkin. So'rlashib bir navdiga. Ayni payt nimada ishlarim. Siz orqali javob yo'llasa bo'ladimi? Ovozlarimiz yozib olinmoqda. Tez daqiqalarda barcha oila a'zolaringiz bizni eshitadi, tinglashadi. So'z topolmayapman.
umringiz ziyoda bo'lsin. Baxtlarga doim salomat bo'ling, baxtlarini, kamolini, saodatini uzoq yillar davomida ko'rib yuravering deb qolamiz. Yana bir bor ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat, hammasine katta rahmat. E'tibor uchun, tabrik uchun. Hammasi uzoq umr ko'rsin, qo'shaq Rasululloh. Ilohim. Rahmat sizlarga ham. Aytganingiz. Katta. Minnatdormiz. Rahmat sizga ham. O'zingizni asrab avaylang, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Dada sizga aytar gapim bor mening, yuragim so'zlashga shoshyapti mana. Bugun hammasini oshkor aytaman. Eng zo'r insonim siz o'zingiz dada. O'rganaman sizdan aqlu odobni, dunyodan qimmatroq boylik bor menda. Allohga shukrlar sizdek otani menga ota qilib bergan dada. Siz zo'rsiz dunyoda, siz zo'rsiz dada. Eng zo'r ota bordir, eng zo'ri menda. Taqdirimga sizdek ota bitilgan, boringizga shukr deyman dada. Siz zo'rsiz dunyoda, siz zo'rsiz dada. Eng zo'r ota bordir, eng zo'ri menda. Taqdirimga sizdek ota bitilgan, boringizga shukr deyman dada. Sho'xlik qilsam agar ba'zan har onda, kechiring dadajon mendek bolani. Mening omadim shu yorug' dunyoda, chunki bolasiman sizdek otani. O'zimning pahlavon qirolim dadam, yiqilsam suyagan panohim dadam. Meni yomon desa qancha odamlar, yaxshiligimga faqat guvohim dadam. Siz zo'rsiz dunyoda, siz zo'rsiz dadam. Eng zo'r ota bordir, eng zo'ri menda. Taqdirimga sizdek ota bitilgan, boringizga shukr deyman dada. Siz zo'rsiz dunyoda, siz zo'rsiz dadam. Eng zo'r ota bordir, eng zo'ri menda. Taqdirimga sizdek ota bitilgan, boringizga shukr deyman dada. Dada sizga aytar gapim bor mening, yuragim so'zlashga shoshyapti mana. Bugun hammasini oshkor aytaman. Eng zo'r insonim siz o'zingiz dada. O'rganaman sizdan aqlu odobni, dunyodan qimmatroq boylik bor menda. Allohga shukrlar sizdek otani menga ota qilib bergan dada.